Tefsiri Muyesser Al-İmran Suresi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şübhəsizki iman etgandan keyin kafir bo'lgan va shu kafirligini hayotining oxiriga qadar davomlashtirganlarning sakratda qilgan tavbasi hargiz qabul qilinmaydi. Ani shular to'g'ri yo'ldan ezib ketgan va hayotini xatolik ustiga qurganlardir. Şübhəsizki Muhammed aleyhisselamның peygamberlikini inkar qilib, Allahqa va uning peygamberiga tangan holda kafir peti o'lganlar qiyomat kuni o'zini Allohning azobidan saqlab qolish uchun yer yuzi to'lg'idek oltin fidya bergan taqdirdimi, bu fidya ularning hech biridan qabul qilinmaydi. Ani shularga qattiq azob bor. Ularni Allah'ның azabidan qutqizadigan hech bir madadkor chiqmaydi. Sizlar yaxshi ko'radigan narsanglarni sadiq qilmag'ucha jannatga kirolmaysizlar. Mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, qandoqli bir narsani sadiq qilsanglar, Alloh uni bilib turg'uchidir. Har bir sadiq qilg'uchiga amaliga qarab mukofot berguchidir. Tevrat nazlı bo'lishdan ilgari Yaqub alayhissalom kasallik sababidan o'ziga harom qilgan yemekliklardan boshqa pok yemekliklar Yaqub alayhissalomning o'g'illariga halol edi. Tevrat nazlı qilingandan keyin İsroil avlodining yo'lsizligi va kufrligi tufaylidan Alloh ilgari halol qilingan ba'zi yemekliklarni ularga harom qilib etdi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, agar sizlar Yaqub o'ziga harom qilib etgan yemekliklarning haromligi to'g'riliq Alloh oyat nozil qilgan degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Shunda qilsanglar, Tavrat berilishdan ilgari Allohning Isroil avlodiga Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklardan boshqa hech narsani harom qilmaganligi haqidagi Qur'on oyatlarining naqadar rost ekanligini bilib qolsizlar. Kimki Tevratni o'qib, uningdagi haqiqatlarni bilib turib, Allohning nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, mundaqlar Allohga tuhmat chaplab, o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, Alloh bergan barliq xabarlarda va nozil qilgan shariatida rost aytdi. Agar sizlar Rasululloh Ibrohim alayhissalomning diniga mansub bo'lsanglar va uni do'st tutsanglar, İbrahim aleyhisselamның Muhammed aleyhisselamga kelgan islom dinida o'z ifodasini topgan haq dinga ergishinglar. Chunki uning haq din ekanligida qilchi shak yo'qdir. İbrahim aleyhisselam aqidasidimi, ibodatlaridimi Allohga sherik keltirguchilardan emas edi. Shaksizki Allohga ibodat qilish uchun yer yuzida tunji silingan ibodat uyi Mekke'deki Mescid-i Haram'dır. Bu öy nihayet berketlik bolup, onunda kılıngan ibadetlerge hassilep savab verildi. Onunğa Allah'ın rahmeti, berketi yığıp durdu. Müminler namazda onunğa yüzlenedi. Hac ve ömür ibadetlerini şu cayda ada kılıdı. Mescid-i Haram cihan ehlige berket ve hidayettir. Mescid-i Haramni Allah nihayet ulug' va sharaflik joy qildi. Uningda Ka'bani İbrahim alayhissalomning bino qilganligiga doir o'p-ochiq alomatlar borki, maqomi İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoil alayhissalom bilan birga Ka'bani bino qilganda ustiga dasab turgan tosh shularning biridir. Mescid-i Haramga kirgan odam xotirjamlikka erishadi. Onunğa hech kim yomonlik qilolmaydi. Qodir bo'ladigan kishilarga Alloh Masjid-i Haramga kelib haj qilishni farz qildi. Kimki haj farzini inkor qiladi ekan, u kofir bo'ladi. Mundaq kishiga Allohning hojati yo'q. Alloh uning va barliq insonlarning hajjiga va amal ibodatlarga aslo muhtoj emas. Ey payg'ambar, Yahudilar ve Hristiyanlardan ibaret ehli kitapga aytqinki,
Sizlar nima uchun Allohning dini islom dini ekanligini isbotlaydigan dalil isbotlarni va kitobinglardagi buni kuchlantiradigan paketlarni bilib turib inkor qilasizlar? Alloh sizlarning qilmishinglarga guvohdir. Bu oyat ahli kitobga qartilgan qattiq ogohlantirishni o'z ichiga oladi. Ey payg'ambar, Yahudilar bilan xristianlarga aytqinki, sizlar nima uchun men da'vat qilayotgan islom dinining haq ekanligini bilib turib, uningga kirishni xohlaydigan kishilarni ozg'inlikda qoldirish uchun uningdan to'ssizlar. Unutmanglarki, Alloh sizlarning qilmishinglardan hargiz g'ofil emas. Alloh sizlarni bu qilmishinglar tufaylidan cho'qim jazolaydi. Ey Allohga va uning payg'ambariga iymon etgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Agar sizlar Yahudilar bilan xristianlar orasidagi bir turkum kishilarga itoat qilsanglar, ular sizlarni ozdirib etadi. Dininglar haqida sizlarni shak shubhaga tushirib, sizlar iymon etgandan keyin kofirlikka qaytarib etadi. Shunga sizlar ularga ishonmanglar. Ularning so'zini tingshimanglar va hech bir taklifini qabul qilmanglar. Ey mu'minlar, sizlarga Allohning oyatlari o'qib berilsa va Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalom oranglarda turib dinni yetkazivsa, sizlar qandoqmi kofir bo'lib ketisizlar? Kimki Allohga tayinib, Qur'on bilan sunnatga ching esiladigan, u opochiq to'g'ri yo'lga va haq dinga yetaklangan bo'ladi. Ey Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Allohga haqiqiy ravishda taqvodorlik qilinglar. Bu Allohga osiylik qilmay itoat qilish, tuzkorlik qilmay shukr qilish va uni unutmay yod etish bilan bo'ladi. Allohning dargohiga iymoninglar bilan berishinglar uchun hayotinglarning oxiriga qadar islomda mahkam turinglar. Hammanglar Allohning kitobiga va payg'ambaringlarning yo'liga mahkam esilinglar. Bo'linib ketishinglarga sabab bo'ladigan ishlarni qilmanglar. Allohning sizlarga bergan katta ne'matini esinglarda tutinglar. Ey mu'minlar, islomdan ilgirki chaqlarda sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni Allohga va uning payg'ambariga bo'lgan muhabbat bilan birlashtirdi. Dilinglarga bir-biringlarning muhabbatini soldi. Shuning bilan sizlar Allohning fazli karami soyasida o'zaro bir-biringlarni yaxshi ko'radigan qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax cho'nqirining girvikida kufr ishida edinglar. Alloh sizlarni islomga hidoyat qilib, sizlarni do'zaxdan qutqizdi. Alloh sizlarga haqiqiy iymonning qandoq bo'ladiganligini bayon qilib bergandek, hidoyat tepishinglar va hech ezib ketmay, to'g'ri yo'lda menishni davomlashtirishinglar uchun sizlarga kerakli bo'lgan ishlarni bayon qilib beradi. Ey mu'minlar, sizlarning oranglarda kishilarni xayrli ishlarga da'vat qiladigan, shariat va aql chaqiradigan yaxshi ishlarga buyurib, shariatda cheklangan yomon ishlardan to'sadigan bir jamoa bo'lsin. Ani shular nozun ne'matlik jannatga erishguchilardir. Ey mu'minlar, sizlar o'zlariga haqiqatning o'pochiq dalillari kelgandan keyin dinda ixtiloflashib, firqalarga bo'linib ketgan Yahudilar bilan xristianlardek bo'lmanglar. Ani shular eng qattiq va eng cho'ng azobga tegishlik bo'ladi. Qiyomat kuni Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirib, islom shariatiga amal qilgan saodatmand kishilarning yuzi oqirib va parlab ketadi. Allohning payg'ambarini inkor qilgan va uning amriga osiylik qilgan baxtsizlarning yuzi qardab ketadi. Yuzi qardab ketganlarga koyib, sizlar iymon etganinglardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Kofirlikni iymon etishdan afzal ko'rdinglarmi? Kofir bo'lganliginglar uchun qattiq azobni tetinglar deyiladi. Ne'matlanganlikdan
Anlıgan xush xabarning shodligidan yuzi oqirib ketganlarga kelsak, ular jannatda va ne'mat ichida bo'ladi. Ular jannatda mangu turadi. Hergiz chiqarilmaydi. Ey payg'ambar, bular Allah'ның ro'shan oyatlari va keskin dalil isbotlari bo'lib, bularni biz sana haqiqati bilan o'qib beryapmiz. Allah bandalardan hech kimga uval qilishni xohlamaydi. Hech kimning yaxshi amalini kemaytib etmaydi va hech kimning gunohini ko'paytib etmaydi. Chunki Allah adolatli podshoh bo'lib, hergiz uval qilmaydi. Osmonlardagi va zamindagi barcha mavjudot Allohning mulkidir. Allah ularni o'zi yolg'iz idora qiladi. Barliq mahluqotning qaytadigan yeri Allohning dargohi bo'lib, Allah ularga amaliga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Ey Muhammad alayhissalomning ummati, sizlar insonlarning eng yaxshisi va insonlarga eng manfaatli bo'lgan kishilarni shariat va aql nazaridagi yaxshi ishlarga buyurib, shariat va aql nazaridagi yomon ishlardan to'sadigan, Allohga chin iymon etib, uni amalda ko'rsatadigan bir ummatsizlar. Agar Yahudilar va Xristianlardan iborat ahli kitobmi, sizlar iymon etgandek Muhammad alayhissalomga va o'zlariga Allohdan kelgan haqiqatlarga iymon etgan bo'lsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida Muhammad alayhissalomga kelgan islom diniga iymon etib, uniga amal qiladiganlar bor. Ammo ular oz sondagi kishilar bo'lib, ularning to'lisi Allohning dinidan chetnab ketgan, Allohga itoat qilishdan bosh tortgan fosiqlardir. O fosiqlar kufr so'zlarni qilib, sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Ular sizlar bilan urushsa yengilib ketadi va sizlarga orqasini qilib tikib etadi. Uningdan keyin ular sizlarga hergiz tankilanmaydi. Allah Yahudilarga xorliq va zabulliqni putvatgan bo'lib, ular qayerda bo'lsin, hamisha xorliqqa mahkumdir. Faqat ularning ichidagi Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlari buningdan mustasno. Ular islom qonuniga bo'ysundirilganligi uchun ularning jeni va mol-mulki musulmonlarning tarafidan qo'g'diladi. Yahudilar umuman Allohning g'azabiga uchragan, Allah tarafidan xorliqqa mahkum qilingan bo'lib, ular iymon ahlidan qo'rqib yashaydi. Bu ularning Allohni va uning oyatlarini inkor qilganligi, payg'ambarlarni nohaq o'ldirganligi va Allah qo'ygan cheklamalardan chetnab ketganligi sababidandir. Ahli kitobning hammasi o'xshash emas. Ularning ichida Allohning amriga itoat qiladigan, Muhammad alayhissalomga iymon keltirgan, kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan, namozlarda Allohga munojat qilib turadigan bir to'p kishi bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Kishilarni barliq yaxshi ishlarga buyurib, barcha yomon ishlardan to'sadi. Yaxshi ishlarni qilishda bir-biri bilan baslashadi. Ana shular Allohning yaxshi bandalari qatoridandir. Ular mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, har qanday yaxshi amalni qilsa, ularning amali Allohning dargohida zoyi bo'lib ketmaydi. Ular albatta mukofotlanadi. Allohning roziligini va uning mukofotini izlab yaxshi ishlarni qiladigan, harom ishlardan yiroq turadigan taqvodorlarni Allah obdan biladi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdul Aziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan.
Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.